Dua müminning eng kuchli ve eng qimmatli quroli. Chunki dua biz kuchimiz yetmagan ishlarda yordamga Allohni chaqirish deganlik. Duosi yo'q inson, ya'ni yordamga chaqiradigan Alloh yo'q insondimi baxtsiz, uningdimi ojiz, uningdimi namrat bir odam bo'lmasi kerak. Bu noktada aytgan vaqtimizda duosi bor mümin. Ya'ni yordamga chaqiradigan Allohi bor mümin eng kuchli, eng boy, eng umidvor hisoblanadi. Chunki uning duosi bor. Ya'ni yordamga chaqiradigan eng kuchli, eng büyük bo'lgan ilohi bor. Duo taqdirni o'zgartiradi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam la yaruddul qadara illa du'a. Taqdirni faqat duo o'zgartiradi deydi. Demek bizning pishonimizga yezilib bo'lgan ishni bizning duoyimiz o'zgartiradi. Va uningdan boshqa duo yuz berib bo'lgan va yoki texi yuz bermagan ishlarni o'zgartiradi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisda ad-du'a yanfa mimma nazal va mimma lam yanzil. Duo yuz berib bo'lgan va yuz bermagan ishlarning foydasi yetadi deydi. Ya'ni masalan bizga bir kasal tegdi deylik, bu ish bizga nisbatan yuz berib bo'ldi. Allohga duo qilsak, Alloh kasalimizga shifolik berib ahvolimizni o'zgartiradi. Agar bizning pishonimizga kasal va shuning o'xshagan ma'lum bir musibat yezilgan bo'lsa, agar biz Allohga yalinib duo qilgan bo'lsak, shu duoyimiz tufayli Alloh taolo bizning duoyimizni ijobat qilib qolsa, bizga yuz bermoqchi bo'lgan u musibat ko'tarilib ketishi mumkin. Shuning uchun duo mu'minning eng kuchli quroli. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ud'uni astajib lakum." Menga duo qilinglar, mendan bir narsa so'ranglar, men uni ijobat qilaman deydi. Shunga atrofimizni qanchalik qorong'ulik besib ketsin, beshimizga qanchalik musibat kelib ketsin, dushmanimiz qanchalik kuchli, biz qanchalik ojiz bo'layli, bizning duoyimizni bo'ladi ekan, biz yanala hammadan kuchli. Chunki bizning duoyimiz bor. Undaqda biz duch kelgan ishlarimizda Allohga duo qilyapmiz, albatta qilyapmiz, lekin duoyimiz ijobat bo'lmayotdi. Nima uchun? Chunki biz duoning mohiyatini tushunib qilmadik. Duoning ijobat bo'lgan shakli bilan qilmadik. Shundaqla duo qo'yilgan shart va talablarni o'rindab qilmadik. Undaqda qandaq duo ijobat bo'ladi? Duoning mohiyati nima? Duoning qabul bo'ladigan shartlari qaysi? Dua bende bilan inson o'tirisidagi ilm birim, ya'ni manfaat munosabatlar emas. Balki dua bendening Allohdan bir narsa so'rash orqali Allohga yaqinchilik qiladigan ibodatning bir turi. Ya'ni dua o'zida bir ibodat. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ad-du'a val ibodat. Dua ibodatdir deydi. Albatta duolarimizda Alloh taoladan bir narsa so'raymiz. Chunki Alloh taolo mendan bir narsa so'ranglar, men ijobat qilaman dedi. Ammo biz duoning tag mohiyatda ibodat ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki Alloh taolo duoni yo'lga qo'ymasdinlar, bizga har narsani berishga qodir. Hali hamma bir vaqtida havo, saqliq. Biz duo qilmasdimi nurg'ulgan ne'matlarni bir vaqtida. Ammo ba'zi vaqtlarda Alloh taolaning bizni duoga yuzlantirishi o'zimizning ojizligini e'tirof qilib, hamma ish o'zimizning iqtidori bilan bo'lmaydiganligi, eng kuchli zotning bor ekanligi, uningga yiqilishib turishimiz ekanligini eslatib turishi uchun bo'ladi. Undaqda ba'zi biz shaxsiy va yoki kollektiv shaklda ko'p duolarni qilamiz. Lekin bu duoyimizda tilagan tilaklarimizning hech qaysi ijobat bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki duoni ijobat bo'lishini to'sib qo'yadigan bir qancha ishlar bor. Agar biz u ishlarni yo'qotmay turib, qanchalik duo qilib ketaylik, bizning duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Undaqda duoni ijobat bo'lishini to'sib qo'yadigan ishlar qaysi? Buning birinchisi yasalma shaklda qilgan duo ijobat bo'lmaydi. Ya'ni duoni yasalmalik bilan o'pchi shaklda yig'lig'imiz kelmasimi yig'lab yasalma shaklda qilgan duo ijobat bo'lmaydi. Chunki ixlos, samimiylik har qanday ibodatda shart bo'lgandek duodimi shart. Shuning uchun Allohga duo qilgan vaqtimizda Alloh bilan o'zimizning o'rtasida hech narsa yo'q holda Allohga yuzlanib samimiy shaklda duo qilishimiz kerak. Ikkinchisi, ey Alloh, agar xohlasang berma demasdan, ey Alloh, bu duoyimni ijobat qil, sen duolarni ijobat qilguvchisan deb jazmiyat bilan, ya'ni gumon so'zi ishlatmasdan duo qilish. Uchinchi sharti haromdan saqlanmaslik duoyimizning ijobat bo'lishini to'sib qo'yadi. Masalan, yemak ichmakimizda va yoki kiyim kechkimizda va yoki savdo muomalalarımizda haromdan saqlanmaslik bizning duoyimizni to'sib qo'yadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odamni tilga olib, u odam yutilus safar, ya'ni Alloh yo'lida ko'p safar qiladi. Ilm talab qilish uchun, Alloh yo'lida jihad qilish uchun, hatto chochlari oqirib, tubi besib ketadi. Ya'ni qattiq jafo tortadi bu yo'lda. Bu odam yamuddu yadayhi ila sama. Ikki qo'lni osmonga ko'tarib turib, ya Rob, ey Alloh, mening duoyimni ijobat qilgin, ey Alloh, mening duoyimni ijobat qilgin deb Alloh taolodan bir narsalarni so'raydi. Lekin u odamning va mat'amuhu harom, va mashrabuhu harom, va malbasuhu harom, va ghuzziya bil harom. Bu odamning yemek ichmaki harom, kiyim kechiki harom, ya'ni o'ziga loyiq bo'lmagan yerdan taqtidi ekan desa,
ehtiyoji bo'lmasa-mu to'plab olgan, uni elib olgan, va g'uzziya bil harom. Va shundaqla yemek ichmiki, nashtiligi hammasi haromdan kelgan. Mushundaq turib anna yustajabu zalik. Uning duosi qandoqmi ijobat bo'lsin deydi. Demak, bizning duoyimizning qabul bo'lishini to'sib qo'yadigan eng chong omillarning birisi boshqalarning haqqini elib olish. Garchi u yemek ichmek bo'lmasa-mu, kiyib olish, o'ltirib olish, haydib olish, nim bo'lsa boshqalarning haqqini elib olishmi bizning duoyimizning qabul bo'lishini to'sib qo'yadigan ishlarning birisi. Qarab qilgan bo'lsak, jamiyatimizda yordam taqdirlagan jamiyatlar nihoyat ko'payib ketdi. Bu nurg'ulg'an muhtojlarimizning ehtiyojini qamdashda nihoyat yaxshi rol o'ynayotdi. Lekin bu fursatdan ba'zi bir kishilar foydalanib, o'z ehtiyoji bo'lmasa-mu to'plab oladigan mushundaq bir ahvollar yo'q emas. Ana shundaq kishilarning duosi ijobat bo'lmaydi. Chunki ular o'zining ehtiyoji yo'q turib bir narsani olgan vaqtida ehtiyoji va bir muhtojning haqqini olgan bo'ladi. Shuning uchun duolarimizning ijobat bo'lishi uchun bundan nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak. To'rtinchisi, oldirab qilish duoyimizning ijobat bo'lishini to'sib qo'ydi. Ya'ni duo qiliblar, keyindilla Alloh mening duoyimni ijobat qilmadi deb oldirab qolsa, bu duoyimiz qabul bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda nihoyat aniq qilib, sizlarning biringlarning duosi oldirab qolmasalar ijobat qilinadi deydi. Va shundaqla hadisning oxirisida da'avtu falam yastajib li. Allohga duo qildim, lekin Alloh mening duomni ijobat qilmadi deb denisizlar, Alloh taolo sizlarning duoinglarni ijobat qiladi deydi. Shuning uchun Allohga duo qilgan vaqtimizda duo qildik, ketdi. Alloh taolo uni chuqur ijobat qiladi. Bizga eng yaxshi paytda, eng yaxshi narsa bilan, garchi biz tilagan narsa yaxshi bo'lmasa, Alloh taolo bizga biz tilagan narsani emas, biz uchun eng yaxshini beradi degan ishonch bilan duoyimizni davomlashtirishimiz kerak. Beshinchisi, bexud holatda duo qilish duoyimizning ijobat bo'lishini to'sib qo'ydi. Masalan, duo qilamiz, amin deymiz, ammo nim deganligimiz esimizda yo'q. Butunlay g'ofil yoki uyquda shunday holatda qilingan duomi ijobat qilinmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda bilib qo'yinglarki, g'ofilning duosi ijobat qilinmaydi degan. Shuning uchun duo qilgan vaqtimizda suzuk holatda nim deganligimizni bilib Allohga duo qilishimiz kerak. Oltinchisi, gunoh bilan va yoki sil rahmini uzishga sabab bo'lgan ishlar bilan duo qilmasaqlar, duoyimiz ijobat bo'ladi. Ya'ni duoyimizning tarkibida ma'lum gunohga chetib qolgan ishlar bo'lib qolsa va yoki tuqqandochilik munosabatini uzadigan ishlarga munosabatlik ishlar bo'lib qolsa, bu duoyimiz ijobat qilinmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw bi qati'ati rahm. Sizlarning biringlarning qilgan duosi agar gunoh bilan bo'lmasa va yoki tuqqandochilikni uzadigan bir ish bilan bo'lmasa, ijobat qilinadi degan. Shuning uchun duo qilgan vaqtimizda duolarimizda o'zimiz bilib bilmay gunohni o'z ichiga olib qoldimi yoki tuqqandochilik munosabatini uzadigan bir ishni o'z ichiga olib qoldimi, bunga Allohdan diqqat qilishimiz kerak. Masalan, birasining puli bilan ko'z qilganini ko'rib, Alloh taolodan "Ey Alloh, menga pul versang" deb ko'nglimizda pul versa Alloh taolo bizni boshqalarga ko'z qilishni maqsad qilib qolsak, shuni niyat qilib qolsak, bu duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Yettinchisi, imkonida bor sabablarni qilmay turib Alloh qilgan duo ijobat bo'lmaydi. Masalan, bir o'quvchi imtihonga tayyorlik qilmay turib, "Ey Alloh, meni imtihondan o'tishimga yordam qilgin" deb qanchalik duo qilsin, Alloh taolo u duoni ijobat qilmaydi. Chunki Alloh taolo dunyoga sabab o'rnatgan, insonlar kuch yetadigan sabablarning hammasini qilishga buyurilgan. Masalan, qarab qilgan bo'lsak, Maryam alayhissalom yengida tug'utliq, qishida yeydigan hech narsa yo'q vaqtda Alloh taologa "Ey Alloh, menga rizq bersang" deb duo qildi. Alloh taolo Maryam alayhissalomga nima dedi? "Va huzzi ilayka bi jiz'in nakhla." Yaningdagi xurmani irg'it dedi. Musa alayhissalom Fir'avndan qochib dengizning qishiga keldi. Fir'avn va uning qo'shinlari keyindan tutib olib tas qoldi. Bu vaqtda Musa alayhissalom Alloh taolo qanday qildi? Duo qildi. Alloh taolo Musa alayhissalomga Hasan bilan dengizga ur dedi. Ya'ni bir sabab qilishga buyurdi. Ayyub alayhissalom shuncha kasal tortgandan keyin eng oxirida "Ey Alloh, menga bir shifolik bersang" deb Allohdan tiladi. Alloh taolo nima dedi? "Yagi tap", ya'ni kuching bilan yagi dessa dedi. Alloh taolo yengida tug'utliq ayolni xurmini irg'it qilib samay, Musa alayhissalomni Hasan bilan dengizga o'g'ili samay, kasaljon Ayyub alayhissalomni yagi dessiga samay duosini ijobat qilishga qodir edi. Lekin Alloh taolo bu orqali bizga oddiy bo'lsa-mu ilkimizda bo'lgan sabablarni qilishning naqadar muhim ekanligi, shundaqla Allohning yordami kelishning bir sabab ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun qo'limizda sababli bo'ldi ekan, garchi oddiy bo'lsa-mu fikrlaymiz, qilamiz. Undan keyin Alloh taolaning yordami chuqur keladi. Bundan boshqa duoyimizning ijobat bo'lishi foydali ishlar, o'rinlar va vaqtlar bor. Masalan, duoyimizning ijobat bo'lishi foydasi bo'ladigan duoda diqqat qilishga tegishli ishlarning birinchisi bo'lsa, duo qilgan vaqtimizda duoyimizni Alloh taolaga hamd va sano aytish bilan va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga durud va salom yo'llash bilan boshlasak va shuni bilan oxirlashtirsak, bu duoyimiz ijobat bo'lishga eng yaqin bo'ladi. Ya'ni duo qilishni ilgari alhamdulillahi robbil alamin o'qib o'tib, ya'ni sura Fatihani o'qib o'tib, ondan keyin Allohumma salli ala va Allohumma barik alani o'qib o'tib, undan keyin tilaklarimizni tilasak va duolarimizni shuni bilan oxirlashtirsak, bu duoyimiz ijobat qilishga yaqin bo'ladi. Ikkinchisi, duo qilgan vaqtimizda ikki qo'limizni ko'tarib duo qilish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Innalloha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatayn." Alloh taolo nayt hayoliq va karimdir. Bir odam Alloh taologa ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, Alloh taolo u odamning ikki qo'lini quruq qo'l qaytarishdan hayo qiladi deydi. Uchinchisi, ismi azam bilan duo qilish.
Bu bek muhim. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bir sahabeninki ismi azam bilan dua qilganini anglab, u nim deb tilisi biladi degan. İsmi azam duosi bo'lsa, Allohumma inni as'aluka bi anni ashhaduka annaka antalloh la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Duolarimizda mushu duoni bilib qo'shib qilsak, duoimiz ijobat bo'lishga eng yaqin bo'ladi. To'rtinchisi Allohni ko'p zikr qilish. Ya'ni duo qilishdan ilgari Allohga ko'p zikr tasbih aytib o'tishmi duoimizning ijobat bo'lishiga foydasi bo'lgan ishlarning birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda duosi ijobat bo'lgan 3 kishining birisi az-zakirina lillahi kathira. Allohni ko'p zikr qiluvchi. Bundan başqa dua ijobat bo'lishga eng yaqin bo'ladigan vaqtlar bor. Masalan, buning birinchisi azan bilan takbirning o'tirishida qilingan duo ijobat bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom azan bilan takbirning o'tirishida qilingan duo rad qilinmaydi deydi. İkincisi, kechining oxirgi yarmidan qilingan duo ijobat bo'ladi. Chunki bu vaqtda, ya'ni kechining oxirgi vaqtida, ya'ni bomdod namoziga azan chiqishdan ilgari Alloh taolo dunyo osmoniga tushib, "May yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa a'tiyahu." Kimki mendan bir narsa so'raydi ekan, men uningga beraman. Men duo qilgan odamning duosini ijobat qilma deydi. Shunga kechining oxirgi yarmida, ya'ni oxirgi 3ning birida, ya'ni bomdod namozidan 1 yoki yarim soat ilgari qilingan duo ijobat bo'ladi. Uchinchisi, sajdada qilingan duo ijobat bo'lishga eng yaqin bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sizlar sajdadagi vaqtinglarda nihoyat ko'p duo qilinglar, chunki sajda duo ijobat bo'lishga eng yaqin joy degan. To'rtinchisi, juma kuni asrdan keyin kun petishdan ilgari, ya'ni shamga azon chiqishdan ilgari asrninki eng oxirgi vaqtlarda qilingan duo, ya'ni asr namozidan keyin asr namozining vaqti chiqday deb qolganda qilingan duo ijobat bo'lishga eng yaqin bo'ladi. Bundan boshqa umumiy musulmonlar ichidan duosi boshqalarga qaraganda ma'lum sabablar tufayli ijobat bo'lish imtiyoziga ega bir qancha turli kishilar bor. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 3 kishining duosi shaksiz ijobat bo'ladi degan. Uning birinchisi da'vatul valid, dadining bola qilgan duosi. Ikkinchisi da'vatul musafir, ya'ni safar ustidagi musafir odamning qilgan duosi. Uchinchisi da'vatul mazlum, zulmga uchragan kishining duosi. Yana bir hadisda da'vatus sahih, ya'ni ro'zdarning duosi ijobat bo'ladi degan. Bundan başqa ota-onasi yaxshilik qilgan odamning duosi shaksiz ijobat bo'ladi. Masalan, haliqi g'arning ichiga suvinlab qilib, Allohga duo qilgandan keyin g'arning eg'izida tutib tash echilib, g'ardan qutulgan 3 odamning birisi ota-onasiga yaxshilik qilgan odam edi. Shu sababdan uning duosi ijobat qilingan. Oxirida esimizda shu bo'lishi kerakki, duo Alloh qilingan ibodat. Alloh taolo bizning duolarimizni chuqum anglaydi, chuqum ijobat qiladi. Bizga eng yaxshi vaqtda ijobat qiladi. Agar bizning duoyimiz biz so'g'a vaqt ijobat qilinmagan bo'lsa, shuningga jazmiyat bilan ki o narsaning shu vaqtda bilishi biz uchun foydasiz. Alloh taolo o narsani bizga foydali vaqtda beradi. Ba'zi inson shunchalik oddiy narsalarni so'raydi, ammo Alloh taolo o insonga cho'ng narsa berish uchun o oddiy narsani bermaydi. Chunki biz inson kelgusini bilmaymiz. Ati bizga nima foydali, nima ziyonli uni bilmaymiz. Alloh taolo g'aybni bilgachga, agar biz duolarimizda o'zimizga ati yoki o'g'in ziyonli bir narsani so'rab qolsak, Alloh taolo o narsani bizga bermaydi. Uni bermaganligi bizning duoyimizni ijobat qilmaganligimi? Unda emas. Allohning bizga yaxshilik qilganligi. Balki qiyomat kuni Alloh taolaning huzurida ijobat qilinmagan duolarimiz uchun Allohga minglab shukr qilishimiz mumkin. Chunki agar shu vaqtda degan narsalarimiz ijobat qilingan bo'lsa, nurg'un qatim to'g'ri yo'ldan chaqnashimiz va yoki erishgan muvaffaqiyatlarimizga erisholmasligimiz mumkin edi. Shuning uchun qalbimizda shundoq bir rozimanlik bo'lsinki, Allohning menga bergini, Allohning menga tanlagani eng yaxshi. Men bandular sifatim bilan Allohdan tilayman, Allohdan so'rayman. Alloh menga eng yaxshisini beradi. Shuning uchun duolarimizda, "Ey Alloh, menga falon ishni qilishimga yordam bersan, falon ishni menga bir muyassar qilsang" deb so'may, "Ey Alloh, o ishni menga muyassar qilsang. Agar mening kelgusim uchun yaxshilik bo'lmasa, sen ishlarning oldikayni bilguchi, menga eng yaxshisini bergin" deb Allohga topshirgan shaklda duo qilish bu intayin yaxshi. Chunki ishlarning oldikayni bilguchi Alloh taolo. Duoni izchil qilishimiz kerak. Xuddi kichik bola ota-onasiga eslib bir narsa so'raganga o'xshash, Allohga yenilishimizni aslo to'xtatmasligimiz kerak.